Bo'loqo, yur tezroq. To'xta, yo'l qani? Voyisidan chiqib qopti, yur bu yoqqa. Ujonim. Nilfarxon, operatsiyadan keyin bo'shmisiz? Qaysi doktor yoniga keldi? Sindoshimiz Ozod ko'z doktori bo'lib ketibdi. Voy, uni yoniga kira olmaymanmi? Ne? Maktab payti rost ustidan kulganman. Meni yomon ko'radi u. Boshqa ilojimiz yo'q, yur. Uchta qopti. Ozod, yaxshimisan? Hormaylar. Yer dumaloq ekandi. 3 burchakda bo'ylayotgandinglar. Yaxshimisan Qalaysan? Ozod? Mana buni ko'zi ko'rmayapti, o'zing nimadir qilib qo'y. Sulton, sen qalaysan? Ha, yaxshimisan? Yo, bu yoqda. Bu yoqda. Yo, qo'lim bu yoqda, mana. Mana bu yoqda. Qayerda bu yoqda? Ma 5. Orada maktabda men mashina ustiga o'tirganman, esingdami? Bo'pti, kelinglar. Bo'pti, qani o'tirchi. Ya, to'xta. Mana usti kira ekan, og'ayni artib qo'yibman. Kir joyda o'tirmaydi-ku. Ay, kosa. O'zi boshqa doktorlar nima deyapti? Xullas, buni ko'zini hech kim tuzata olmadi, faqat seni qo'lingdan kelar ekan. Biza tuzata olamiz. Faqat sal qimmatroq-da. Nesh pul? 92 million so'm. Ishi qayerda? Ya, to'xta, o'rtoq. Mayli, sinfdosh bo'lganingga senga bitta imkoniyat qilib beraman. Bitta savol beraman. Agar to'g'ri javob bersang, operatsiyani tekinga o'tkazib beramiz, og'ayni. Mayli. Qanaqa savol? Xo'sh. Mash qanaqa hayvon? O'rtoqman yordam bersam bo'ladimi? Da, bemalol. Joy chiqay. Моя кайф заработан потом и кровью.